Ummatning oxirgi qalqoni, xalifalikning so'nggi buyuk muhofizi, zulm va imperialist tuzoqlar davrida haqiqat va adolat bayrog'ini baland ko'targan kishi, zehni o'tkir, qalbi e'tiqod, yuragi millat dardi bilan to'lgan Usmoniy sultoni Abdulhamidxon II hazratlari. U kishi faqat bir davlat boshlig'i emas, balki butun islom olamining qalbidagi umid nuri edi. Siyosiy tajriba va hikmat bilan davlatni saqlab qolish, dushmanning ig'volarini fosh etish, islomning sha'nini himoya qilish yo'lida u kishining qilgan xizmatlari tarix sahifalarida zarhal harflar bilan yozilgandir. Ammo tarix shafqatsiz bo'ldi. Yo'q, dunyoning o'zi shafqatsiz. U hech kimni ayab o'tirmaydi. Abdulhamidxonni taxtdan ag'darganlar faqat bir insonni emas, balki ummatning o'ziga xos ruhini ham yiqitdilar. Shu kundan boshlab sultonning nafaqat o'zi, balki uning muborak oila a'zolari ham sarson sargardon hayot sari yuz tutdilar. Sulton Abdulhamidxonning taxtdan ag'darilishi nafaqat siyosiy to'ntarish, balki bir avlodni, bir nasabning taqdirini ham butunlay o'zgartirib yubordi. 20-asrning 9-yilida taxtdan chetlatilgandan so'ng, u kishi Istanbuldan Salonikiga quvg'in etildi. Garchi keyinroq yana Istanbulga qaytarilgan bo'lsa-da, hayotining qolgan umri nazorat ostida yakkalikda o'tdi. Ammo haqiqiy fojia 1924-yili bo'ldi. Mustafa Kamol tomonidan xalifalik tugatildi va barcha Usmoniy sulton avlodlari, erkaklar, ayollar, hatto bolalar ham, saroy qo'riqchilari-yu barchasi mamlakatdan badarg'a qilindi. Tasavvur qiling, badarg'a qilinganlar orasida oddiy eshik ochib yopuvchi ham bor edi. Bir paytlar saroylarda yashagan, millatni boshqargan, ilm va madaniyatga rahnamo bo'lgan bu insonlar endi muhojirlikda, xorij diyorlarida kun kechirishga majbur bo'ldi. Ularning ko'pchiligi Yevropa shaharlarida, Fransiya, Germaniya, Shveysariya va boshqalarida ham boshpana izlashdi. Ba'zilari hatto o'z ismini o'zgartirishga ham majbur bo'ldi. Bir paytlar malika va shahzoda bo'lib hayot kechirgan bu kishilar muhojirlikda boshqa insonlardan ko'ra og'irroq kun ko'rdilar. Ba'zilari tikuvchilik bilan tirikchilik qilsa, boshqalari o'qituvchilik yoki hatto bino tozalash ishlariga ham qo'l urdi. Tilamchilik qilganlari ham bo'ldi. Oila a'zolarining ayrimlari hayotlari oxirigacha o'z yurtini, o'z vatanini sog'ingani holda muhojirlikda vafot etdilar. O'limidan keyin ham ularning jasadi Turkiyaga olib kelinmadi, chunki ular man etilgan nasab edi. Ba'zi shahzodalarning qabrlari Parij, London yoki Damashq kabi shaharlarda noma'lum holda qolib ketdi. Shu o'rinda aytish lozimki, tarix faqat podshohlar bilan emas, balki ularning avlodlari bilan ham yoziladi. Usmoniy sultoni Abdulhamidxon hazratlarining oilasi Turkiyadan haydalganidan so'ng Yevropaning turli davlatlariga tarqalishdi. Ular o'z yurtlaridan, tillaridan va madaniyatlaridan uzoqda yashashga majbur bo'lishdi. Aytganimizdek, qaysi birlari non topish uchun turli hunarlarga qo'l urdi. Qaysi biri axloqsiz maktablarda, hatto xristian muassasalarda ham ta'lim oldi. Bu muhit ularning ba'zilarida o'z aslidan, islomidan uzoqlashishiga sabab bo'ldi. G'arbdagi hayot tarzi va muhit ayrim avlodlarda o'z asoratini qoldirdi. Ular o'zlarini turk xalifalari avlodi emas, balki yevropaliklar sifatida ko'ra boshlashdi. Diniy ta'lim va muhitdan uzoq qolgan bolalar o'ziga xos qadriyatlarsiz o'sishdi. Shunday qilib, ba'zilar islom dinini tark etish darajasiga ham bordi. Abdulhamidxon avlodlaridan ba'zilari Fransiya, Belgiya va AQShda yashab, mahalliy madaniyat va dinga moslashdi. Bir necha shahzodalar va malikalar xristianlarga uylanib, xristianlarga turmushga chiqdi. Farzandlari esa islom ta'limoti bilan tanish bo'lmay o'sdi. Ayrimlari esa o'z ismlarini o'zgartirgan. Misol uchun Abdulhamidxonning bir nabirasi o'zini Alen deb atab, nasroniylikni qabul qilib, Fransiya fuqarosi bo'lgan. Shunga qaramay, Abdulhamidxonning ba'zi avlodlari esa aksincha, islomga mustahkam bog'langan holda yashagan. Ular Turkiyaga qaytishga urinishgan, islom madaniyatini saqlashga harakat qilishgan. Hozirgi kunda ham sultonning ayrim nabiralari Turkiyada yashaydi va islomni qattiq muhofaza qilishadi. Mana shunday oilalarning biri bilan ko'rishgani haqida taniqli ustozlardan biri Muhammad Ayubxon domla hikoya qilib bergandi. Bu hikoyani Alloh umrini uzoq qilsin, Muhammad Ayub ustozning o'zi shunday aytib beradi. Ba'zi yumushlar bilan Turkiya safarida edim. Shu chog'da Istanbulda bir oila bilan ko'rishib qoldim. Bu oila mashhur oila. Uni barchangiz yaxshi taniysizlar. Usmoniylarning ulug' sultoni Abdulhamidxonning oilasi ekan. Ular bilan salomlasharkanman, bir kishi bilan suhbat qurdim. Sulton Abdulhamidxonning nabirasi, o'g'lining o'g'li ekan. Yoshlari qarib 80ga yaqinlashib qolibdi. U kishi bilan suhbatlasharkanman, arab tilida so'zlashardi. Turk tilini arang gapirardi.
Chunki umrining so'nggi yillari Suriyada o'tgan bo'lib, turkchaga tillari kelmasdi. Yonlaridagi u kishining qizlari bilan suhbatlashib, ularni islomga mahkam oila ekaniga guvoh bo'ldim. Ulardan so'radim: Sulton Abdulhamid xonni sizlardan boshqa ham avlodlari bormi? Ular: "Ha, bizdan boshqa Fransiyada, Germaniyada, Bolgariyada ham bor" deyishdi. Shunda men ular ham sizlar kabi islomga shunday amal qilib, o'z qadriyatida mahkam qolganmi? Ular bilan ko'rishib turasizlarmi deb so'radim. Bu savolim shunchaki qiziqish edi xolos. Shu payt ular mendan sal xijolat tortib bir so'z aytdi. "Ha, har zamonda ko'rishib, to'planib turamiz. Ammo sulton hazratlarining avlodlaridan bir qismi musulmon emas" dedilar. Subhanalloh. Sulton Abdulhamid o'tganiga endi 100 yil bo'ldi. Ammo muhojirlik bo'lib ham g'ayridinlar yerida yurish aytganimizdek inson madaniyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi deya hikoya qilib beradi Muhammad Ayub domla. Alloh bu ustozdan rozi bo'lsin. Ko'rdingizmi? Bu holatga muhojirdagi do'stlarimiz hushyorroq bo'lish kerak. To'g'ri, rizq sabablari hammada har xil. Musofirlarga hatto Alloh azza va jalla ham shariatda yengilliklar bergan. Chunki musofirga oson tutib bo'lmaydi. Lekin ba'zi yurtdoshlarimiz g'ayridinlar yeriga oilasi bilan ketishi bizni mahzun qiladi. Iltimos to'g'ri tushuning, buzuq madaniyatli yerlarga oilani olib borish juda xatarli. Farzandlar tarbiyasi katta xavf ostida qoladi. Meni bolam bunday bo'lmaydi. Yo'q, qattiq adashasiz. Xalifaning bolasi bo'lsa ham dindan chiqib ketdi axir. Kishi do'stining dinida bo'ladi deganlar Habibimiz. Farzandlarimizni Alloh o'zi adashtirmasin. Qiyomat kunida farzandlar sabab xijolat tortib qolishdan o'zi saqlasin. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga biz chiqarayotgan mavzular ma'qul kelayotgan bo'lsa, uni boshqalarga ham ulashing. Zotan bizni ko'p ko'rishlar yoki ko'p layklar quvontirmaydi. Bitta inson biz sabab hidoyatga borib qolsa, ana shu bizning laykimiz, ana shu bizning yutug'imiz bo'ladi. Kelgusi mavzularda ko'rishguncha salomat bo'ling.